Hadicha Kubro onamiz Zaynabdan keyin bir qiz dunyoga keltirdi. U qizaloq ota-onasining ko'z qorachig'i bo'ldi. Assalomu alaykum. Ramazonning 26-kuni tarixning hurmatli ayollari bilan tanishishda davom etamiz. Ruqoyya binti Muhammad, Rasulullohning qizlari. Ruqoyya va Ummu Kulsum birin-ketin dunyoga kelgani uchun ikkovlari xuddi egizaklardek o'sdilar. Bir-birlarini juda sevardilar. Bu sevgi va mehr opalari Zaynab uzatilgandan keyin yana kuchaydi. Go'yo taqdir ularning hayotini mushtarak bir yo'lga chizgandek bir-birlariga qattiq bog'lanib qolgan edilar. Zaynab radhiyallohu anha Abul As ibn Robiya bilan turmush qurgandan so'ng Ruqoyya va Ummu Kulsumning ham bo'ylari yetib qoldi. Abu Talib ularni ukasi Abu Lahabning o'g'illari Utba va Utaybaga so'rab keldi. Rasululloh alayhissalom unga shunday javob berdilar: "Ey amaki, qarindoshchilikni siylayman, biroq menga biroz muhlat bering. Bu masala yuzasidan qizlarim bilan gaplashay" dedi. Shundan keyin payg'ambar alayhissalom xonadon ahliga Abu Talibning bu maqsadidan gap ochdi. Hadicha onamiz va qizlariga ahvolni sekin tushuntirdi. Hazrati Hadicha radhiyallohu anha bu gaplarni eshitib o'yga cho'mdi. Chunki Abu Lahabning xotini Ummu Jamil qahri qattiq, tili achchiq va o'ylamay ish qiladigan xotin ekanini bilardi. Shuning uchun qizlarini bu xonadondagi yomon qayniga kelin bo'lishlarini xohlamay turardi. Biroq kuyovining ra'yini qaytarmaslik uchun indamadi. Qizlari ham buni his qilib jim o'tirdilar. Abu Lahab ham xotinining gapidan chiqmaydigan xotin quli edi. Xullaski Abu Lahab xonadoni pastkash oila edi. Ammo Rasululloh qarindosh urug'chilikni qattiq hurmat qilgani uchun tavakkallik qaror qabul qilindi. Shafqatli ota qizlariga baraka tiladi. Ularni aziz va jamil bo'lgan Allohning panohiga topshirib, Abu Lahabning ikki o'g'liga unashtirdilar. Arablarda yoshlar unashtirilgach, deyarli ish hal degani edi. Ammo bir kuni Makka osmonida bir nur ko'rindi. U nur Makkani oydinlatib, qorong'ulik zulmatini tarqatib yubordi. Bu nur Muhammad alayhissalomning payg'ambarlik nuri edi. Hazrat Hadicha qizlari Ruqoyya va Ummu Kulsumni o'ylardi. Ummu Jamil va uning so'zlaridan hech chiqmaydigan Abu Lahab xonadonida qizlarining holi ne kechadi endi. Qurayshliklar Muhammad alayhissalom xususida aniq bir to'xtamga kelish uchun to'plandilar. Shunda oralaridan biri: "Ey Abu Lahab, sen ham Muhammadning ishiga xalaqit bermoqchimisan? U holda qizlarini qaytarib yubor. U qizlari bilan ovora bo'lib qoladi" dedi. Xudoni nazardan qolgan Abu Lahab payg'ambarning qizlari bilan unashtirilgan o'g'illariga: "Agar Muhammadning qizlarini qo'ymasangiz, boshingizga harom bo'lsin" dedi. Ikki qiz ham unashtirilgandan keyin otalik uylariga qaytib, marosim bekor bo'ldi. Rasululloh alayhissalom qizlariga bunday qilinganidan qattiq xafa bo'ldi. Qizlarda nima ayb edi? Ummu Jamil va Abu Lahab bu ishlari bilan cheklanib qolmadi. Nabiy alayhissalomga doimiy ravishda aziyat yetkazaverdilar. Abu Lahabning qo'llari qurigay, halok bo'lgay. Aniqki u quridi, halok bo'ldi. Mol mulki va kasb qilib topgan narsalari unga asqotgani yo'q. Yaqinda uning o'zi ham, uning o'tin orqalagan bo'ynida pishiq toladan arqon bo'lgan xotini ham alangali do'zaxga kirajak. Masad surasi. Muhammad alayhissalom samimiy va vafodor zavjasiga: "Endi bizga uyqu yo'q, ey Hadicha" dedilar. Ruqoyya va Ummu Kulsum uylaridagi muhit o'zgarib qolganini sezdilar. Uyda xursandchilikdan asar ham qolmaganday. G'am, qayg'u butkul hukmrondek ko'rinardi. Biroq opa-singil ota-onalari bilan birga bu qiyinchiliklarga bardosh berdilar. Shuning uchun birovning qizi sizga yomon ko'rinsa ham, u ota-onasi uchun jigar go'shasi. Uni erkalab katta qilib sizga topshirib qo'ydi. Ol qizingni deya ozor berishdan avval yaxshilab o'ylab ko'ring. Qiyomat kuni kelganda: "Yo Parvardigoro, mana bu qaynam, qaynotam meni baxtdan mahrum qildi. Men bular xonadoniga nasl qoldirish uchun kelgan edim, ammo menga quldek munosabatda bo'lishdi. Men bularning o'g'li bilan cho'ri emas, ayol bo'lish uchun turmush qurgan edim. Yo Parvardigoro, bulardan so'ra, nega meni mahrum qildilar?" desa nima deb aytasiz? Xullas, Qurayshliklarning taxmini bekor bo'ldi. Sevinchlari uzoqqa bormadi. Ular o'ylaganidek qizlarining uyga qaytib kelishi Rasululloh alayhissalomni buyuk vazifalarni ado etishdan to'xtatib qolmadi. Alloh solih, asl bir oilaga mansub, boy va yumshoq tabiatli kuyov berdi. Bu kuyov Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu. Nasab, mavqi va boylikda Qurayshning eng oldi kishilaridan edi. Nabiy alayhissalom Ruqoyyani Usmonga nikohladilar va ularga barakat tiladi. Quraysh mushriklarining musulmonlarga aziyatlari yana ortdi.
Ularga juda yomon munosabatda bo'la boshlashdi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom fitnaga duchor bo'lishmasin deb sahobalarini Habashistonga hijrat qilishlariga izn berdi. Usmon ibn Affon bilan zavjasi Ruqayya ham yo'lga hozirlik ko'ra boshladi. Ruqayyaning ko'zlari yosh, qalbi g'am alam bilan to'la edi. Ayriliq oldidan otasini, onasini va qarindoshlarini bir-bir quchoqladi. Aytmoqchi bo'lgan gaplarini ayta olmay, so'zlari bo'g'ziga tiqildi. Uning butun holati go'yo oiladan, vatandan ayrilish juda og'ir, ruh bilan tananing ajralishiga o'xshaydi. Alloh bu ishimizdan rozi bo'lsin. Ishonchimiz yo'lida jonimiz fido bo'lsin, deyotgandek edi go'yo. Yaxshi bilasiz, muhojirlar Habashistonda ko'p ikromlarga erishib, Najjoshiy himoyasida yashadilar. Ularga istalganidek harakat va ibodat erkinligi berilgandi. Bir kuni Makka mushriklarining musulmon bo'lgani haqida yolg'on xabar keldi. Buni eshitib, hasrat chekayotgan ba'zi muhojirlar oilalariga qovushish orzusi bilan orqaga qaytmoqchi bo'ldi. Bir qismi esa payg'ambar alayhisalom qaytishga ruxsat bergunlarigacha shu yerda qolishlarga qaror qildi. Usmon ibn Affon va Ruqayya ham Makkaga qaytganlar bilan birga edilar. Vatan tuproqlariga oyoq bosar bosmas, bolalik va yoshlik yillari o'tgan yerlarini ko'rib, ularning ko'zlari sevinch yoshlariga to'ldi. Ruqayya uzoq ayriliqdan so'ng onasini ziyorat qilish uchun ota uyiga keldi. Biroq onasi ko'rinmasdi. "Onam qani? Onajon, qayerdasiz? Biz qaytdik." Ruqayya onasi Hadichani ko'rish uchun hovlini qidirardi. Hamma jim edi. Hech kim javob bermasdi. Ammo qarindoshlari ko'z yoshlarini tutib tura olmadilar. Oqayotgan ko'z yoshlaridan Ruqayya tushundi. Ruqayya ham yig'lay boshladi. Umrini shu qizlari uchun xazon qilgan onasi endi yo'q edi. Musibat juda katta bo'ldi. Ammo bu musibat ham Allohning qazo va qadari edi. Bu alamga ham bir mo'mina kabi Ruqayya sabr qildi. Lekin mo'min kishi doimo imtihon qilinadi. Unga balolar yuborilib, sinaladi. U sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq, yaxshiroq amal qiluvchi ekaningizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. U qudratli va mag'firatlidir. Mulk surasi. Musulmonlar Madinaga ko'chib ketishdi. Ruqayya o'g'il ko'rgandi. Rasulullohning nabirasi bilan ovora edi. Bir kuni go'dak belanchikda uxlayotganda bir xo'roz uning yuzini cho'qib oldi. Yarasi og'irligi uchun Ruqayyaning o'g'ilchasi tuzalib keta olmadi. Bir necha kundan so'ng vafot etdi. Ruqayya bu musibatning og'irligiga chiday olmadi. Hushidan ketdi. Isitmasi ko'tarilib, bezgak kasalga chalindi. Qizlik chog'ida unashtiruv buzildi. Endi yaxshi kuyovga chiqsa vatandan quvildi. Qaytib kelsa onasi o'lgandi. Madinaga endi joylashganida o'g'lidan ayrilib turibdi. Ustma-ust musibatlar bu ayolni sindirdi. Bu vaqtda Madinada ansor va muhojirlar Shomdan qaytayotgan Qurayshliklarga qarshi hujum qilishga tayyorlanayotgan edilar. Usmon radhiyallohu anhu ham jangga chiqmoqchi bo'ldi, lekin payg'ambar alayhissalom unga xasta zavjasi Ruqayyaning yonida qolishini buyurdi. Ruqayyaning ahvoli og'irlashib borardi. Kasalligi kuchaydi. Bir payt lablari orasidan chiqayotgan nafas uzilib qoldi. Yonida o'tirgan kuyov Usmon, "Ruqayya, hoy Ruqayya, sevikligim Ruqayya, Rasulullohning qizi" javob bermasdi. Chunki ruh tanani tark etib bo'lgandi. Sevimli yoridan ayrilib qolgan Usmon radhiyallohu anhu uning peshona va qo'llaridan o'pib, asta yuzini yoparkan yig'ladi. Ammo nima qilsin? Rasululloh alayhissalom urushdan qaytgach, to'g'ri Usmonning uyiga kirdi. Ruqayyaning o'limi haqidagi xabar u zotga qattiq ta'sir qilgandi. Ruqayyaning xonasida yig'lab o'tirgan nevaralari Fatimani shafqat ila ohista o'rnidan turgizib, yenglari bilan ko'z yoshlarini artdilar. So'ng Rasulullohning o'zlari ham yig'ladilar. Payg'ambar alayhissalom Baqiy qabristoniga borib, qizlari Ruqayyaning haqqiga duo qildi. Qabr ustiga o'z qo'llari bilan toza tuproq tashladilar. So'ng yana ortiga qaytdi. Rasulullohning 2 hijrat sohibasi bo'lgan qizlari Ruqayyadan Alloh rozi bo'lsin. Iymoni, hijrati va hayoti davomida ko'rgan musibatlar uchun eng go'zal shaklda ajr mukofotlar bilan siylasin.